Zamindan gapiramiz va nihoyat yetib keldik. Hali yarmiga yo'limizda. Bosim va somsalarga yetib keldik. Alisherboy, mendan men qiyomatli ukamda bu. Tanijoning sog' bo'lsin. Qachon qarasa bag'ri ham, qalbi ham yog'i ochiq mana. Dasturxoni ochiqda xullas bu ukamni. Tanijoning sog' bo'lsin. Endi men hurmatli o'rtoqlar, yaqinda osh yeyish bo'yicha konkurs bo'ladi. Ana shu yoningizga o'tib olay, shoshmang. mana shu yigitni men jutaman. Like'larda ayamay bosingizlar, maylimi? Kommentariyani yozingizlar. Mana shu yigit bilan men osh yeyishamanda, qarab turingizlar. Kim yutarkan? Agar bangillatib tashlasalar shu hoji onamdan bitta osh yeymiz, xudo xolasa. Ana o'zi ham mana kecha ko'rib qoldim. Mana uncha qilib osh solargan, joylab qo'yapti. Men halimga ko'rsam osh yeyishdi. Ana ko'ryapsiz, hamma bosimborni bitta somsasini oldiga 3 ta somsa qo'ydik. Ana hozir Siz kimga valet qilasiz? menga Qo'jonaga-da. Yutganga nima sovg'a qo'yapsiz? Yutganga $500. rostdanmi? Ha. Bo'ldi, qaranglar. Iltimos, pateshkada bo'linglar.